Mashoyixlar aytadiki, xuftonni azoni bilan iqomasini orasida ham imkoni bo'lsa nafl namoz o'qisa yaxshi bo'ladi odamlarga. Ana o'sha paytda xufton shom shu kechqurun kirganda nafl namoziga agar imkoni borlar G'oshiya surasi bilan Mulk surasini zam qilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom shuni qilar edilar. Eplay olmasa Taborak surasini o'zini o'qib qo'ysin. Naqshbandiya tariqatini mashoyixlari kechqurun kechasi Mulk surasini, Taborak surasini o'qishni doimo tavsiya qilganlar. Rasul akram alayhisolatu vassalom hech bu surani o'qimasdan yotmaganlar. Ana yodlab olganlar, biladiganlar vaqtini topib, tartibga qo'yib, mana shu surani o'qishni yo'lga qo'ysalar, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Yana mashoyixlar aytadilarki, mana shu paytda, shu shomdan keyin xuftonning orasida kechqurunda Voqea surasini o'qish ham nihoyatda fazilatli bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, Voqea surasini o'qinglar. Bu sura rizq va baraka surasidir degan ma'nodagi hadisni aytganlar. Ya'niki Allohdan rizq talab qilib, faqirlikdan panoh talab qilib Voqea surasini o'qisa Alloh taolo bandani boy bo'lishiga, badavlat bo'lishiga yo'l ochishi to'g'risida hadis bor ekan. Buni quruq bir gap sifatida og'izdagina takrorlashmas, balki ilmi yaqin sifatida shak shubhasiz buyuk bir ilm albatta bo'ladi degan buyuk ishonch bilan demak e'tiqod qilib o'qish kerak. Ana shu hadisni rivoyat qilguvchi zot buyuk sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud kasal bo'lib qoldilar, bemor bo'ldilar. Bemorliklari ziyoda bo'lib, endi bu dunyoni tark qilishlari aniq bo'lib qoldi. Ko'z yetdi hammani. Shunda xalifa Usmon ibn Affon Zunnurayn radhiyallohu anhu bemorni ko'rgani keldilar. Abdulloh ibn Mas'ud juda katta sahobiy. Shuning uchun xalifa ham u kishini ko'rgani uylariga keladi. Iloji yo'q. Kelib o'tirib suhbat boshlanib, hol ahvol so'radilarda, Hazrati Usmon aytdilarki, nimadan shikoyating bor dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu gunohlarimdan dedilar. Yaramdan, kasalimdan, turmushimdan demadilar, gunohlarimdan shikoyatim bor dedilar. Ya'ni mana shu holda yotibman, ertaga safarim bor, gunoh nima bo'lar ekan ham tashvishdaman dedilar. Senga bir tabib chaqirtiraymi dedilar Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud qarab turib, tabibni o'zi meni kasal qildi-ku dedilar. Ya'ni Alloh o'zi meni kasal qilib qo'ydi. Xudoning bergan dardi bu. Sen tabib chaqirib nima qilasan? Bu yog'i ko'zimga yetib turibdi meni. Bo'lmasa senga bir amr qilay, oilangga yordam berishsin. Mol mulk ma'nosida. Dedilar, meni u narsalarga ehtiyojim yo'q, menga kerak emas. O'zi safarga otlanib turibman dedilar. Senga bo'lmasa qizlaringga qolar axir. Ular ham sendan keyin yashashi kerak degan ma'noda gap aytuvdilar. Abdulloh ibn Mas'ud qarab turib menga qara dedilar. Meni 5 ta qizim bor. 5oviga ham sura-i Voqeani yodlatib qo'yganman. Va aytganmanki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan hadis bor, men o'zim eshitganman. Kim shuni har kechada o'qib tursa faqirlikka uchramaydi deganman dedilar. Sening pulingni keragi yo'q dedilar. Bu o'lim to'shagida yotgan odamning gapi. Demak, bunaqa hadislarda kelgan narsalarga shunaqa yaqin, shubhasiz, baquvvat iymon e'tiqod bilan yopishish kerak ekan, Alloh berar ekan. Ana xuftonni o'qigandan keyin kechani virdlaridan, vazifalaridan yana biri vitr namozi bo'ladi. Hozir hamma bizda vitrni talashgan. Nima? Xuftondan keyin vitrni o'qib qo'ysa bo'lmaydi deydi bittasi. Hadislarda vitr uyqudan oldin bo'lishi kerak deyilgan. Ularni
bu doim biz o'qib yuruvdik-ku masjidda, xuftonning oxirida vitrni o'qib chiqardik. Endi sen bunaqa yangi gapni qayerdan chiqarding deb boshqalar so'kadi. Yana boshqa gaplar ham bo'ladi. Savol doim bor. Lekin shuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni o'zlaridan so'rasak aytib beradilar. Sahobalar kelib Oysha onamizdan so'ragan ekanlar. Ey onamiz, Rasuli Akram alayhisolatu vassalomni vitrlari qandoq bo'lgan deb so'raganlarida, u zoti va barakot vitrni kechaning avvalida ham, o'rtasida ham, oxirida ham o'qiganlar dedilar. Muhimi o'qish kerak ekanda. Birov endi juda yaxshi bir qoyillatib o'rniga qo'yaman desa, mayli, uyqudan avval o'qiyman desa o'qiversin ekan, boshqalar so'kmasin ekan. Lekin mashoyixlar aytadiki, kechani oxirgi namozi vitr bo'lsin degan odam kechada tahajjudga turishiga ishonchi komil bo'lsa, vitrni o'sha yoqqa sursin. O'sha yoqqa sursin deydilar. Mana bu shaklda demak, ibodatlar yo'lga qo'yiladi.